To'xta. Insofing bormi? Burilar ekansan. Povorachini e'tirof yoqsang bo'ladi-ku uka. Xohlasam yoqaman, xohlasam yoqmayman. Nima ishingiz bor sizni? Shoshvar. Sultomat. Nima qilyapsan ey? Bitta odam uchun 5000 so'm pul uchun 3-palasadan burilyapsan ey. Chaqqonlik qilganim uchun alamingiz kelyaptimi? Indamasam shu klientni siz olib ketsangiz, Ukajon, men taksist emasman. Sanada bitta odam o'lib ketishi mumkin-ku. Torting arabangizni. Beparasat ekansan. 3-palasadan burilish uchun ham mahorat kerak. Bu tirikchilik qonuni, tushundingizmi? Shoshvar. Bir haftadan bir janjal qilasan ey. Oyligim tushsin olib beraman deyapman. O'zi mana yo'ldagi shofirlar asabimga tekkani yetadi. Bo'pti, olib beraman ey. Oshto'lov 0%. Technocity. Dahshat va. Assalomu alaykum, Technocity'ga xush kelibsiz. Technocity'da katta aksiya. Bizda gilam, mebel va maishiy texnika mahsulotlariga 20% dan 50% gacha katta chegirma ketmoqda. Rio Spanni mebeli, keng divani, katta shkafi, trimosi va ikkita tumbasi 50% chegirmada. Barcha soatiga 345 ming so'm. Bizda xarid qilingan har bir mahsulot evaziga qimmatbaho sovg'alar qo'shib beriladi. Bir dona pasport evaziga, pensionerlarga, avtotex pasportiga, aylanma kartalarga, muddatli to'lov turiga rasmiylashtirsangiz bo'ladi. Eng asosiysi bizda davlat tashkilotlarida ishlashingiz shart emas. Rakka top singlim. Xullas nafas olsa bo'ldi ekanda. Ana xotinni ham jag'ocha degan bo'ldi. 149 mingga mikrovolli pech oldim. Yoniga pelisos bilan cho'per qo'shib berishdi. Jonidan. Nima qilyapsan, choli? Mana nima qilmoqchiman? Mana bu nima, mana bu? Fara. Qanaqa fara? Led. Tagidagi nima? Tumanka. Hozir ko'cha tumanmi, tumankani yoqyapsan? Yo'q, hozir modada tog'a. O'sha modanga o'tsin sani. Bittang 3-palasadan 5000 so'm uchun uchib kelib to'xtasang, bittang povorachigini povoratga kelgan qayta yoqsang, mayli, mana bu letma pet farayni yoq, lekin standart bo'yicha yoq. Sen osmonga qaratib qo'yasan. Sen quyoshga ham raqobatchi bo'lishni xohlaysan. Senga o'xshaganlar dastan biz qariyalar qorong'ida mashina minolmay qoldik. Zirinamiz past bizdi. Bizga ham mashina minishga ruxsat berasanmi, ha? Ruxsat berasanmi? Beraman, to'g'ri beraman. Iltimos, haydovchi akalar, parasatni ishlatib, bir-birimizni hurmat qilib mashina haydaylik.